Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun navbatdagi Jack M3 mashinamizni Muzrabotlik Asomiddin akamiz topshiryapmiz. Asomiddin aka, sotib olgan mashinangiz xayrli, barakali bo'lsin. Tagidan shamollab o'tirsin aka. Olish tartib jarayoni qancha vaqtda bo'ldi? Ishingiz qancha tez bitdi? O'shanga biroz fikringiz aka. Olish juda oson bo'ldi. Bankka borib 1 soat, 1,5 soatlar endi 1 soatlar atrofida ishlagan bo'lsak, bu yerga keldik. Shu 1 soatlar uzog'i bilan 2 soat, 2 soat 15 minutda mashinani haydab chiqyapmiz. Buni chiqyapmiz. Mana mashinani ko'rdik. Yoqdi, yaxshi. M3 dagi bu modelni qayerdan ko'rib keldingiz aka? Kim Modelni orqali? surishtirdik. Keldik, o'zingizga kelganimiz shu holni ko'rsatib chiqib maqtaganingiz hammasini ko'rib chiqdik. Haydashga ruxsat berdingiz, bir haydab ko'rdik. Juda yoqib qoldi, oldik. Yaxshi, sizga ham katta rahmat. Akaga katta rahmat. Juda tez, juda hammasini oson qilib berdi, bajarib berdi. Boshidan oxirigacha. Hammalaringga rahmat. Kimga shunaqangi Jack M3, M4, Jack Sunray va Jack mashinalar qanaqangi tur bo'lishidan qat'iy nazar kerak bo'lsa, avtosalonimizga kelasizlar. Mana shunaqangi chiroyli mashinalarni akamizga o'xshab topshiramiz. Aka, ishlaringizga omad. Sog' salomat bo'lasizlar. Mayli, rahmat.